4-chi bob. Irig'dosh. Arslonning hovlisi to'ridagi naqshlik ko'tarma saroy kun petishdagi terak bo'yi quyoshning sho'lisida yo'rib turadi. Peshayvonning anjurlik qarg'an bo'longida cherik o'ltisi to'ksin Arslon xonish Oydin bilan paranglashmoqda. Bu yaqinlardan beri xonning mijozi ancha yaxshi emas, dedi Oydin past shira ustida leganda turgan anjurdan birini elib. Bilmayman. Ko'ngli oromsizdeklik ko'rinadi. Uyqusimi oz. U qo'lidagi anjurning yuziga va orqasiga urib qo'ydi-da, yemay qaytirib leganga qo'yib qo'ydi. Shundaqmi? Men sezib yuraman. Xon sho'x odam edi. Ilgari mundaq mijozi yo'q edi. Arslon bir shingil munoqi o'zimni Oydinga sundi. Ozroq yeb beqinga, ajab obdan uzimkan. Oydin o'zimni elib, ishkitalni o'zib og'ziga soldi va dasturxonga qo'yib qo'ydi. Billo o'ltirib so'zlasak deyman. Hozir ahvollarni maslahatlashishga to'g'ri kelyotdi, dedi Oydin. Voy do'stim Oydin, deb o'ydan xush ovoz yulduz chiqdi. Mushu bitikchilikdan joq to'ydim. Uning ustiga uyning parcha-purat ishlarini demamsiz. Voy, nemishqa ishlamayman o'tirsiz? Qarang, mana mavu anarning o'sliqini sizga o'xshaydi. U onani Oydinga zo'rlab tutqizdi. Bekech qandaqroq. Yig'labla otasining ismini chiqirdi. Toza kepsiz bo'lamdikin tang. Kepsiz bo'lmaychi, otasini do'raydi-da. Kichik bo'g'ra emasmi? Eti toza kelishdi, baytash. Toza gap kustadasiz. Voy, sizlardan xabar yo'q-ku. Voy, qo'yinga Oydin. Bizdagi o'zimizmi balig'i? Burkitbek keldi, deb xabar qildi xizmatchi bola Peshayvon palampeydan chiqib. Kirson, men qishqartgan edim, dedi Arslon. Siz yaxshi keldingiz, Oydin. Uning so'zini billa anglaydi. Yo'ltoz, tunugun yarkandin kelgan xatni olib chiqing. O'z vaqtining yerim chirikchi qariqchilar kiyimini kiygan, bastik kelgan qora soqolliq Chavushbek Burkut kirib keldi. U avval Oydinga hurmat bildirdi va Bug'raxonning tan saqliqini so'radi. Keyin Arslon bilan omonlashdi. O'ltiring Burkutbek, dedi Arslon. Ahvol qandoqroq? Cheriklar ichida gap so'z jiqroq bo'lib qoldi, deb so'z boshladi Burkutbek o'ltirib. Xon o'lchilar andoq bo'lib ketdi, bundoq bo'lib ketdi. Obdang'ini dinimizni yo'qotibdi. Islom deydi, kuniga 5 vaqt namoz. Degandek rost emasmi? deb qo'shib qo'ydi Oydin. Kuniga 5 vaqt namoz odatdagi vaqtlarda bu muvofiq bo'lgani bilan jiddiy sharoitlarda jiqliq qiladi. Jang bo'lib qolsa, cheriklarda nədimi unchalik vaqt bo'lsin? Boshqa fatvosiga qaraganda bin islomi la haraj bo'ladi ekan. Ya'ni bu islom dinida haraj tortadigan ish yo'q degan bo'ladi ekan. Agarda 5 qitimliqqa yetishalmagandek darajada oldirash bo'lib ketganda, qazo qilib qo'yib, keyin o'qisimi bo'lg'idek, dedi kulib Yo'ltoz. Xalqning yana aytishicha, dedi Chavush Burkutbekni. Cheriklar jang vaqtida o'qimasimi, jangga ketayotganda ot ustida yoki piyoda holda niyat qilsimi, namoz o'qiganga teng keladi ekan. Pax, hammanglar islom o'limalaridan bo'lib ketdinglarmi deyman. Gap boshqa yoqqa ketib qoldi, dedi Arslon boshqalarga qo'shilib kelib. Bizning Yo'ltoz bu jihatda hammadan eshib ketirgandek turadi. Hammaydan yana kulishdi. Arslon Yo'ltoz bergan xatni echib o'qidi. Bu yoqlarda gap chiq.
mingboshi chiriklarni boshlab ko'k yor teg'iga chiqqanda qo'sh qanotliq bir ma'bud osmondan tushibdimish. U qo'lini bir shiltsa tog'lar tuzlanib ketarmish. Ko'zidan o't chiqqanda yer jahonni kul qilib yetarmish. Mingboshi chirik tortib kelarmish. U musulmon bo'lganlarni qirib tashlaydi ekan degan gaplar bor. Ba'zi musulmonlar ilgirki diniga qaytib ketdi. Ko'k yordan kelgan bir chirik boshi mingboshining yaqin orada chirik tortib, qog'iliq, yarkanga kelishga tayyorlanayotganligini aytadi. "Qarang", dedi Arslan xatni Oydinga ko'rsatib. "Ular shuk emas. Dinini bahona qilib, xalqni bo'lib o'tmoqchi", Burkut yiroqni ko'rdi-ku. dedi Oydin kulib. Boshqa yoqladimi siz uqqan gaplarmi oz emasdi? Ha, shundoq. Yiroq tugul, mushu shahardimi shu xildagi gaplar ancha-muncha chiqib qoldi. Koni dindikilar butxonimizni yasab bersin, bizni ibodat qilib qo'ysin deb g'ul-g'ul qilishyotdi. Rost, men xonga dedim. dedi Oydin Burkutbekning so'zini bilib. Islomga kirgizishda sal oldirashchilik, qistonchilik bo'lib ketdi. Xeyli jig'pir turkum kishilarning necha ajdodidan tartib e'tiqod qilib kelayotgan dinidan ko'ngil o'zishi ancha tez bo'lmaydi-da. Budda dinini opul-topul yamanga chiqirib deb, burun ahmoq, döt ekanmizligili bo'lmaydi. dedi Burkutbek tortinibroq. Lay butq cho'qinishqa amaliyotda uchiga chiqqan nodonlik. Shundoqdimi, ba'zi yaxshi yo'sullari puhralarning turmushiga singib ketgan taraflarmi bor. Menga o'zim islom diniga kirganman. U so'zini davomlashtira olmay qoldi. Masala shuki, bizning o'tir qatam amaldorlarimiz, koni quldorlardan ba'zilari Budda dinining o'sha ba'zi yaxshi yo'sullaridan foydalanib, islomning hamma nimasi yomon, bir xudolikni targ'ib qilish, qiyomatni e'tirof qilish, o'lish, qayta tirilib, yana bir qitimli hayotda obdan yashashning yo'lini to'sig'onlik deb targ'ib qilyotdi, dedi Arslan. Budda dini Hindistondan kirgani bilan bizdagi tarkibida qadimgi ota-bovularimizning e'tiqod qilgan shaman, otashparastlik dinlarining ba'zi yo'sullarimi bor. dedi Yulduz muloyizi bilan. Islom dini arablardan tarqalgan bilan bizda o'zlashganda burunqi ba'zi yaxshi yo'sullarni moslashtirish mumkin-ku. Qutratquli qilayotganlarning xarizi dinda emas, deb so'z o'rladi Oydin. ularning manfaatiga tegmasang, shaman dinimi yaxshi. Butkul elning g'imini yeyishning gapi chiqsa, da'vo qilayotgan Budda dinidimi kechidi. Qon to'kishni cheklash bu budparastlarning eng tub aqidasi. Ammo budsatvorimiz deb to'g'layotgan oshu mal'ullar bir kunda qanchalik qulning qinini sho'rab, qanchalik qulni o'ldirayotganini yodg'imi ilishmaydi. Shu emasmi? Qo'shildi Yulduz. Buriladimi biz biror quldarning butxonaga kirib ibodat qilib boqinini ko'rgan emas. Hozir ularning butsatva deb churqirashqinimi ko'nglidagi gap emas. Xonliqning birligi buzilsa, alvayron bo'lsa, ularning buzuqchilik hayotida daxlisiz bo'lsa, tilaydig'ini shu. Dillar to'g'risidagi talash tortishni qo'yib, ichki yog'iylarning majrosini so'zlasa qandoq? dedi Arslan Burkutbekka qarab. Ichki yog'iylar ba'zi joylarda bosh ko'tarmoqda. Ko'k yordagi mingboshining tayong'uchisi shaharda. Sovuqbek bir zaharli ilon. U tunakdan chiqqandan keyin tish turmadi. Tekin og'chi, Koni Subashining o'g'li Hakavur, ya'ni kimlardir, kechalari uning uyiga pat-pat yo'shirin kelib turadigan bo'lib qoldi. Rost, sovuqning uyidagi xizmatchining kimligini bildingizmi? so'radi Oydin. O, yiliqi divoni bovoyga o'xshaydi. Ha, shundaqmi? dedi Yulduz hayron bo'lib. U qiyri o'lgan emasmidi? O'lgan qiyrining o'ligi suv ichida uzoq turgan, bosh yuzlari ishib buzilib ketgan, to'nib bo'lmaydi. Kiyimi shu divoniga o'xshaydi. Bundan 2 yil burun otishliq bir tovoqchi hushtum tut yo'qolib ketgan. U qiri
yana bir hiylagarlik qilgan o'xshaydi. U asli divoni bo'vay emas. Yerkanlik shundoq divonini o'ltirib, uning siyoqiga kirib olgan. To'g'rilbek uni paylab yurganda u o'ldi degan gap taralgan. To'g'rilbekning buningdan gumoni bor. Meningcha, sovuqning xizmatchisi osh qiri bo'lishi bek ehtimol. ishonch bilan so'zladi Oydin. Uning kaynidan payloqchi uzilmasin, dedi Arslan Burkutbekka qarab. Otishliq tovoqchini bilib, uning siyoqini selishtirish kerak. Yana og'ichi bilan hokovurnimi obdan paylash kerak. deb qo'shimcha qildi Oydin. Og'ichi bir tulka. Ular hokovurning otisi uchun o'ch ilish niyatidan foydalanishi turgan gap. Undan boshqa o'rda cho'nglaridan Bagbelga bo'ribeklarni paylash kerak. To'g'ri. dedi Yulduz. Bagbelga yaqinda bir qancha yerda musulmonlar ulug' Budda dinimizni oyoq osti qilmoqda, undag'ay bundag'ay deb ba'zi so'rinlarda kishilarni qutirtib yig'latganmish. Shundoq, dedi Burkutbek. Bo'rbek nomratlarga boshsilikni ko'paytmoqda. Bu yomon bo'ldi desa, xondan so'rang debdi. U yana zaman ta'tir bo'lib ketdi, qullardan ayrilib qoldik. Asta-asta hamma boyligimizdan ayrilib qoldigan bo'ldik deb quldorlarni kushkurtibdi. Mana ko'rdinglarmi? dedi Arslan. Biri din desa, biri qul deydi. Biri kishilarga eg'irchilik silib, xonga do'ngaydi. Tashqirda bo'ra, ichimizda tulka. Bir yoqdan tishlab, bir yoqdan qo'lab, xonligimizni o'rmoqchi. O'shar bo'lish kerak do'stlar. O'shar bo'lish kerak. Burkutbek, Labbay, siz paydosh ishini kuchayting. Iloji bor, birasini qopqonga tushirish kerak. bosh ustiga. Yulduz, Xo'sh, sheriklar boshliqlarga odam mang'uzib, o'shar bo'lishni aytish kerak. bosh ustiga. Biz yog'iy qilmishlarni to'plab xonga aytishimiz kerak. Oydin, siz xonni xabarlantirib qo'yarsiz. Bo'ladi. Sutuqbog'raxonning qabulxonasida uchlik uyg'urish halqisining kengaytirilgan kengashmasi ochildi. Uyning o'ttirsidagi pas, dugulak shiraga cho'ng patnosda har xil mevalar tizilgan. Oldidagi o'rindiqda xon ona Tarkin begim o'ltiribdi. U beshini yeshil yog'liq bilan tengib olgan edi. Xon onaning o'ng yoqida oq soqollari maydisiga tushgan. Uzun qora ko'k gullik pariji kiygan yo'g'urish Botir tog'a o'ltirdi. U bir qo'li bilan soqollarini tarab, nimalarnidir xiyol qilmoqda. Xon onaning so'l yoqida Sutuqbog'raxon o'ltirdi. Uning chiroyidan o'ychanlik bilinib turdi. U qo'shimlarini turib, qo'lidagi putukni o'qib varaqlamoqda. O'rda og'zi Borisbek yenida o'ltirgan Oydin bilan past ovozda nimanidir so'zlashmoqda. To'g'rilbek jiyda bo'lib, Yulduzga bir nimalarni tushundirmoqda. To'yiqsiz eshik qattiq echilib, 2 yoshlik Boytosh daldugunib yugurib kirdi va Udul Oydinning oldiga berib, "Ona, üzüm" deb chuchuk so'zladi. Ona bir sap üzüm berib chiqib ketishga ishorat qilgan edi. U dadasining oldiga bordi. Dadasi kulimsirab beshini silab qo'ydi-da, yana o'qiyverdi. Ona sharat bilan uni qichqirib oldi va peshonasiga so'yib erkilatdi. Gullayli kirib, xon onaning tizig'i yo'linib, shingildan üzüm uzib, og'ziga selayotgan Boytoshni bir nimalarni deb elib chiqib ketdi. Erkin eshikdan avaylab kirdi-da, eshik yeniga kelgan Boytosh bilan Gullayliga yo'l berib, "Burkutbek keldi", dedi u uydagi jimjitlikni bozib. Xon xatdan ko'z uzmay, Kirson, deb beshini langshitib qo'ydi. Erkin chiqib, hayol bo'lmay Burkutbekni boshlab kirdi va chiqib asta eshikni yopdi. "Qayni o'ltiring Burkutbek", dedi Oydin o'ng yoqidagi o'rindiqni ko'rsatib.
bir pasdan keyin eshik ichiga echildi va oldirab Arslan kirib keldi. "Ishlar chatoq", dedi u, To'g'rilning yuqorisidagi o'rindiqqa o'ltirib. "Ko'kyardagi mingboshi qog'liqqa bostirib ketdi. Qog'liqdagi cheriklarning bir qismi ularga qo'shilib ketibdi. Bir qismi goyi boshliqlari bilan Yarkanga qochib ketdi. Agar Yarkandimi shundoq bo'lsa, ish chatoq." Ehtimalim, Yarkandim shundoq bo'la. dedi xon qo'lidagi xatni oldidagi past shiraga qo'yib. Bir Yarkandli bo'lsa, cho'ng gap emas. Boshqa joylarda-chi? Barman va boshqa tomonlarda-chi? Yamonlar machin bilan birlashib kelsa-chi? Ish chiqishig'imi tayyor turish kerak. Ish chiqsa, chatoq bo'lsa, odoqliq emas, dedi Botir tog'a soqollarini silab. "Biz ziyrak bo'lsak, yomon ishdan yaxshilik chiqar." Eshik echilib, bilgi tekin salmoqli kirib keldi. Kechikib qoldim", dedi u o'zira aytib. Dars ustida edim. Bolalar so'roqlar tashlab, hayol bo'lib qoldim." U o'tirroqdagi o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Qandoq so'roqlar? dedi xon ona qiziqib. Yana shu al orasidagi gaplar. Zoda qaysidan durust? Bizning ulusimizning asli nasli, osmonning siri degandek. Sizning yukingizmi yengilamasgan hurmatli bilgi tekin, dedi xon ona kulimsirab. Hozir bizga ulardanmi katta savollarni yechishga to'g'ri kelmoqda. Elning taqdiri. Ko'kyar mingboshi to'polon qilib cheriklarni boshlab qog'iliqqa kiribdi. El ichida har xil mishmishlar ko'paydi. Biz endi bu to'g'rida chapsaroq bir qarorga kelishimiz kerak. Qani, Burkutbekning so'zini eshitaylik, dedi xon uningga qarab. Akabor, Yarkan yo'lida qo'lga tushdi. Boshqalar bir-biriga qarab qo'zg'alishib qo'ydi. Sovuqning uydagi xizmatchi yo'qolib ketdi. Opla, uni qo'ldan chiqarmaslik kerak edi. Surishti qildingizmi? dedi Arslan. U tog'dagi tuqqanlarimni ko'rib kelaman deb so'rab ketgan edi, deydi. U Hakavur bilan birga chiqib ketgan. Hakavur buni bo'yniga oldi. U Yangsardan o'tib cho'lga kelganda, hozir kelaman deb yo'qolib ketdi. U Sovuqbek mening tog'liq tuqqanim degan deydi. U xizmatchi Yangsarda orqalariga kirgan bizning kishilarimizni bayqab qolgan bo'lsa kerak. Hakavur yana nimalarni aytdi? so'radi xon. Uning aytishicha, ular shahar ichida tayyorlanib, Ko'kyar mingboshi Yarkanni ilib, bu yoqqa manganda harakat qilmoqchi ekan. Ular kimlar ekan? Sovuqbek, Og'ich Tekin, Hakavur, yaniliqi xizmatchim bo'lsa kerak. U Sovuq bilan doim yo'shirin so'zlashadi. Meni Ko'kyarga boshlab mangan shu deydi. Yana u Bo'rbek, Bakbiliklan bo'lsa kerak. Ularmi Sovuqning uyga kechilar keldigan deydi. Boshqalarni men yaxshi bilmayman deydi. Yaxshi bilmaski ehtimol, dedi Botir tog'a. Ular buningga hammani bilgizmaydi. Buning dodisi uchun o'ch ilish qahridan foydalangan. Burkutbek, men sizga aytmadimmi? dedi To'g'ril norozi qiyofatda. Eliq xizmatchi deganni qo'ldan chiqarmas kerak edi. O yoqa alning oyg'oqchisi. O ilgari Yarkanlik divoni buvoyni Yarkan yo'lida o'ltirib, uning qiyofatiga kirib olgan. Keyin bizning sezib qolganligimizni bilib, otisliq bir qeyri tavoqchini o'ltirib, divoni kiyimlarini kiygizib, so'g'a tashlab qo'yib yo'qolgan. Ondan 2 yil ilgari, Sovuq tunakdan chiqishdan 1 yil ilgari, uning uyida tog'liq tuqqini bo'lib paydo bo'lgan. Shundoq emasmi? Shundoq. Bizning egallashimizmi shundoq? Siz kechikib egallagansiz, dedi Borisbek. Egallagandan keyin qochirmaslik lozim edi. Ish o'tdi. Tagimayli, dedi xon.
Hoşyar bo'lish kerak. U yana boshqa siyoqda, boshqa joyda ko'rinishi ehtimol. Xo'sh, bularni qanday qilish kerak? Bizning fikrimiz, dedi Burkutbek. bularni chopsan qo'lga ilish kerak. Bek belga bo'ri beklanichu. So'radi oydim. Ularni qo'shib, yana Ordi kent, shaharboshi Tekibay. Undan boshqa ilgirki cho'ng rohib. Ularning o'zi ikki yerda. Biri Sovuqning uyi, yana biri Tekibayning uyi. Yaqindan beri harakatlari qo'yiqlashdi. Tekibay meningcha tip yo'lanchiki. dedi xon shiradagi qog'ozni ilib ikki varaq o'rib. Bu Arslan Tuksin bilan To'g'ril Suboshining aniqlamasi. Izohat berdi xon. Keyin xattin o'qidi. Tekibayning qo'lga tushgan betiktisi topshirdi. Ko'kyar mingboshi yarkanni qo'lga olgandan keyin Tekibay bosh bo'lib Ordi kentni qo'zg'almoqchi. Avval qilishni va uning qarg'chi cheriklarini yo'qotib, ondan xonni tutib o'ltirmoqchi. Keyin Arslan bilan To'g'rilbekni joylamoqchi. Qaranglar, sizlarning beshinglarmi ularga kerak ekan. Qaranglar, xonliqni qo'rib bo'lgan. Tekibay xon, Tekin og'chi Yo'g'urush, Ko'kyar mingboshi Suboshi, Ordi og'si yana shu Sovuqbek. Bechora, tushida ko'rib yurgan o'rniga yana chiqmoqchi ekan. Ularning bu ridisi boshqa yoqlardimi aniqlangan. Shundaqmi To'g'rilbek? Shundoq. Ish oydinlashdi. dedi Botir tog'a beshini ko'tarib. Demak, ularning rejalarini boshlashga uzoq qolmadi. Shoyatullarni chopsanroq qopqa silish kerak. Cheriklarni o'ldirishga bo'lmaydi. Duch kelgan ofatni yo'qotib, xalqni saqlash kerak, dedi Sutuqpo'g'raxon qat'iylik bilan. Mingboshining to'polonga qarshi jang qilib, uni bostirib, yarkanni saqlash, qog'liqni qaytirib olish lozim. Bu ishqa Suboshi, To'g'rilbek bosh bo'lsin. Ordi kentdagi Shoyatullo o'sini qizib, Botir tog'a aytgandek qopqa silish kerak. Bu ishqa Arslan bosh bo'lsin. Burkutbek yordam qilsin. Obdan tayyorlanib, puxta ish qilmoq kerak. Qeri royibqa tegmay turinglar. Bek bilgi bilan Bo'ribek yavash qilsa, kechirsanglar bo'ladi. Sadoqni Tekin og'chi, tumanboshi ham sovuq qartish kerak. Sutuqpo'g'raxon xon onaga qarab qo'ydi. Xon ona roziligini bildirib, beshini langshitdi. Boshqalar qo'shildi. Voy o'g'illarim, qizlarim, bular aksimi. Bu mening o'g'lim Aman. Mavzi qizim Chiman. Ona bola, baksanlar tepishdi. Bu texmi cho'ng to'y bo'ldi. Yaxshiroq chilishmamsan. Non yemagandek ovozim chiqishmaydi bu nimalarning. Irpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib, til boyligingizni oshirib qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.